Testosteronni oshiruvchi asosiy 5 ta mashq. 5-chi mashq bilan doimiy shug'ullanish testosteron sifatini yaxshigina ko'taradi. Ushbu mashqlarni uy sharoitida bemalol qilsangiz bo'ladi. Birinchisi prisidaniya. Prisidaniya vaqtida yonbosh va oyoq mushaklari yaxshi ishlaydi, testosteron ishlab chiqarishi ortadi. Kuniga 10-15 marta 4 set. Ikkinchisi hamma bilgan отжимания. Bu vaqtda ko'krak va yelka mushaklari yaxshi ishlaydi, anabolik gormonlar ishlab chiqarilishiga turtki bo'ladi. 15-20 martadan 3 set. Uchinchisi planka, ya'ni tanani tik holda tutib turish. Kuniga 40-60 sekund tanani tik holda tutib turish bel mushaklarini baquvvat qiladi, bu esa testosteronga rag'bat beradi. Kuniga 3 set. To'rtinchisi vipat. Bu vaqtda son mushaklari yaxshi ishlaydi, testosteron ishlab chiqarilishi oshadi. Kuniga 10-12 marta har bir oyoqqa 3 set. Beshinchisi yugurish mashqi. Har kuni yugurish bilan shug'ullanish qon aylanishini yaxshilaydi, gormonlar maksimal darajaga ko'tariladi.